Lisli darvoza bekorga qimmat bo'lmaydi. Qaranglar. Bu to'liq 1.8 bo'lgan. Ulag'i ham yo'q bironta. Hamma yo'g'iga germetika qilib, shpaklovka qilib, mehnati ham, Jamol aka mehnati ham ko'p bo'ladi buni. Mehnati ko'p buni. Hamma joyini qarab chiqish kerak edi, bir qator bilan. Bosmaga qaraganda listning mehnati ko'p. Xo'p, bosmani narxi 450 mingdan 650 minggacha bo'lsa, buniki 1 milliondan 1,5 milliongacha. Bosmaga 20 mingdan olsa, kvadratiga xizmatini. Buni 90 mingdan mashq qilishini o'ziga olishadi. Profil, yana profil, karniz, mana hamma yo'g'iga germetika qilingan, hatto orqasigacha, mana. Orqalari ham to'liq 1.8 qora listda bo'lgan. Bu listli darvozamiz 1 kvadrati 1 million 350 mingdan 1,5 milliongacha. Korobkasini qaranglar. Korobkasini 12 ga 8 da qilib berganmiz. Yana 12 bag'i 8. Mana. Tepasi high-tech bo'lsin, oddiyroq do'llar. Mana shu tepasini promobgan high-tech qilib berdik. Tayi be-ulaq shivellar mana. Murojaat qilaverasizlar. Har xili bor, arzoni ham bor, qimmati ham bor. Buni kesalarini tushuntiramiz.